Shunaqa savoblar bor-da. Bu savobni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytibdilar. "Va man barra walidayhi fi Ramazon yanalu nazarallohu birrahmati va ana kafilun fil jannah." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytibdilar. Ramazonda sharif kunlarida ota-onasini kim xursand qilsa, butun orzu maqsadlariga erishadi dedilar. Ota-onasini xursand qilsa. Endi ota-onamiz o'tib ketgan bo'lsa, biz ularni qanday xursand qilamiz? Qur'on o'qiymiz, istig'for aytamiz, o'qigan tasbih tahlillarimizni savobini dadamga, onamga deb bag'ishlaymiz. Boy badavlat bo'lsak, zakot beramiz, savobidan dadam ruhi xursand bo'lsin. Imkoniyat bo'lsa iftorlik qilib beramiz. Mana shularning savobidan ota-onamiz ruhi xursand bo'lar ekan inshaalloh. Nazarallohu birrahma va ana kafilun fil jannah deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ota-onasini xursand qilgan ummatimga Alloh rahmat nazari bilan qaraydi. Vaholanki men jannatda u men bilan birga bo'lishlikka men kafilman dedi. Ya'ni jannati bo'lishligiga men kafil beraman deyaptilarki, ota-onasini xursand qilgan odam albatta jannatda bo'lishligiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kafolatini beryaptilar. Dadasi bilan onasi bilan gaplashmayotgan odamlar Ramazonda sharif kunda boring dadingiz oldiga, boring onangiz oldiga. To'g'ri, ona zaifalik qilib bolaga qattiq gapirar. Ota otalik vazifasini qilib odob hassasini ushlab turar. Lekin biz bolamiz, bolalik vazifasi dadamsiz, onamsiz deb o'zimizni xor zor tutib Ramazon sharifda duosini olishda g'amiga tushligimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shu ota-onasini xursand qilgan odamni jannatda bo'lishligiga men kafilman deyaptilar.